Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga bir sotix maydonga qurilgan 5 ta xonalik kottejni ko'rsatib o'tamiz. Bu yozgi oshxonasi. Bu tomonda bemalol bitta mashina sig'adi. Suv oqib ketishlariga uklonlar qilingan. Endi ichkarisini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi etajga kirdik, mana kirish qismi. Bu tomonda mehmonxona qismi. Mehmonlar kuzatib olib, bemalol kuzatsanglar bo'ladi. Hali remontdan keyin hech kim yashamagan. To'liq pishgan g'ishtdan qurilgan. Bu tomon oshxona. Ko'rib turganingizdek. Bunda kotyollar qo'yilgan. Yana bitta qiziq narsa. Mana bu ariqchani ko'ryapsizlarmi? Mabodo oshxonadan suv toshadigan bo'lsa, bemalol bu yoqqa kanalizatsiyaga o'tib ketadi. Maxsus qilingan. Endi bu birinchi qavatda sanuzeli. Bu yoqda, bu tomonda podval, bu yoqda esa sanuzel. Bu tomonda podval. Podval ham ancha kattagina. Yo'qdan quyosh tushadi. Zinalar pastda ham ozgina kichkinagina joyi bor. Birinchi qavatni to'liq ko'rib oldik podvallar bilan. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavat ko'tarildik. 4 ta xona bu yoqda. Barcha xonalar alohida. Birinchi xonadan boshlaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, birinchi xona. Bolalar xonasi sifatida foydalansanglar bo'ladi. Bu yoqda ikkinchi xona. Bu yoqda uchinchi xona. Asosiy yotoqxona. Bu yoqda to'rtinchi xona. Bu yoqda esa ikkinchi qavatda sanuzeli. Bu xonadonimiz manzili Chilonzor tumani Do'mbiravodda joylashgan. Narxi 120 ming so'ralyapti. Albatta kelishtirib beriladi. Arenterimiz Mustang Zapravka yoki yangi qurilayotgan Do'mbiravod City. E'tiborlar uchun rahmat. Hammaga omad. Kimga qiziq bo'lsa ham pastdagi nomerlarga aloqa chiqib bemalol baraka qilsanglar bo'ladi.